Klinika tashkil qilishda loyiha bosqichidayoq konsalting xizmatiga murojaat qilish vaqt va mablag'ni tejaydi. Konsalting mutaxassislari klinika binosi rejasidan boshlab xonalar joylashuvi, funksional zonalar va tibbiy xizmat yo'nalishlarini litsenziya talablariga muvofiq ravishda shakllantirishga yordam beradi. Bu esa keyinchalik qayta qurish, hujjatlarni qayta tayyorlash yoki arizaning rad etilishi kabi muammolarning oldini oladi. Tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markaziga konsalting xizmati bo'yicha kelib tushgan navbatdagi murojaat ham aynan loyiha bosqichidagi klinika egasidan bo'ldi. Videoda batafsil. Jami shunda lift chiqqandan shular cho'kib ketdi. Fasilitashimiz administrativniy nima? Yoki чисто подвальный помещение bo'ladi. Kadastr aytadi. Boshqa qo'shimcha xonalar, asosiy xonalarimiz mana birinchi, ikkinchi laboratoriy исследовательский ishlarni tepada olib borsa kerak deb o'ylayman. Uslublari ham uровень ancha baland bo'lib ketdi. Litsenziya talab shartlariga javob berish uchun bir xizmat ko'rsatishni siz rejalashtirgan bo'lsangiz. Hozir bizda eng katta savolimiz bu mana shu binoni соответствовать qilish yoki qilmasligi. Chizmani qilib berganda qatga suv bo'ladi, devori qanaqa bo'ladi, ayni qayerda joylashgan, eshik qayerda joylashgan degan kommunikatsiya ta'minoti to'g'risidagi ma'lumotni ham beradi mutaxassislar. Tibbiy texnika bilan jihozlaganingizdan keyin kadastr hujjati, ijara shartnoma, xodimlarni ishga olinishi va moddiy texnika bazasini ta'minot bo'lgandan keyin arizani beradigan jarayon keladi. Siz yozib beramiz. Optimal Lab mas'uliyat cheklangan jamiyati binosini oldida turibmiz. Bu tashkilotimiz hozirgi kunda tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi tomonidan konsalting xizmatini ko'rsatish uchun murojaat qilishgan. Hozirgi kunda loyiha jarayonida turgan bu tashkilotni litsenziya olgungacha bo'lgan jarayonni maksimal tarzda qonuniy asosda ta'minlash maqsadida konsalting xizmatini ko'rsatish uchun keldik. Bunda ular klinik diagnostika laboratoriyasi, laboratoriyani PCR, IXLA, mikrobiologiya laboratoriyasi, IFA laboratoriyasidan iborat bo'lgan ixtisoslik turlarini amalga oshirish uchun murojaat qilishgan. Biz kelib o'zimizning tavsiyalarimizni berish jarayonida bularda litsenziya talab shartlariga asosan xodimga qo'yilgan talab, hujjatlarga qo'yilgan talab, binoga qo'yilgan talab va litsenziya talab shartlari asosida tibbiy texnikaga qo'yilgan talab bo'yicha kerakli tavsiyalarimizni berdik. Hamda mutaxassislarimiz tomonidan chizmani bularga taqdim qilib, qaysi xona maydoni, tarkibi, kommunikatsiya ta'minoti jihatidan amaldagi sampingga mos kelmasligi bo'yicha tavsiyalarimizni beramiz chizma bilan birgalikda. Mana shundan keyin bularning maqsadi ta'mirlash ishlarini va kadastr hujjatlarini olish ishlarini amalga oshirish rejalashtirgan. Ushbu klinikaga konsalting xizmati hali davom etadi. Keyingi bosqichlarda xizmat yo'nalishlari, xonalar va funksional zonalarning litsenziya talablariga mosligi qayta ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zarur asbob-uskunalar ro'yxati shakllantirilib, kadrlar tarkibi va hujjatlar to'g'ri tayyorlanishi bo'yicha tegishli tavsiyalar beriladi. Videoni kerakli tanishingizga yuborib qo'ying.